Homiladorlik yo'qmi? Bunda kutmang. Ko'p ayollar balki o'zi o'tib ketar deb oylar davomida kutadi. Sababi bo'lsa, vaqt bilan emas, tekshiruv bilan hal bo'ladi. Har oy umid, kutish va yana xafa bo'lish. Shunaqa qilib 1 yil ham o'tib ketadi. Ba'zi holatlarda kutish mumkin emas, balkim ayni shu oylar sizning imkoniyatingiz. Agar quyidagi belgilar bo'lsa, kutish emas, tekshirish kerak. Birinchisi yosh. 30 dan keyin tuxum zaxirasi kamayadi. 35 yoshdan keyin bo'lsa, bu tezlashishi mumkin. Ikkinchisi notekis hayz sikli. Hayz sikli bir safar uzun, bir safar qisqa bo'lsa ham ovulyatsiya bo'lmasligi mumkin. Uchinchisi og'riq. Hayz siklidagi og'riqlar, yaqinlikdagi og'riqlar bu endometrioz belgisi bo'lishi mumkin. To'rtinchisi operatsiyalar, kista, appenditsit, bachadandagi aralashuvlar turli xil spaykalarga olib kelishi mumkin. Va oxirgisi bu vaqt, bu eng katta omil. Sababi bo'lsa, uni kutish emas, balki chorasini ko'rish kerak. Tekshiruv oddiy: ultratovush tekshiruvi, gormonlar, infeksiyalarga tekshiruv, ovulyatsiya nazorati va turmush o'rtog'ingizning spermogrammasi. Shu bilan holat aniqlashadi. Homiladorlik bu kutish emas, balki o'z sog'lig'ingizni tushunishdir. Ayollar salomatligi haqida sodda va oson maslahatlar uchun obuna bo'ling.